Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men do'stingizning kaskasini qanday o'chirishni bilaman. Bu qattiqga kiramiz. Kirgandan keyin birinchidagi One sniper bosing biz. Pastdagisi bakayım mana. Только 1.1 emulator deb yozilgan. O'shani bosamiz. Bosamiz. Keyin skachat bo'lgan, sizlarda skachat qilinmagan bo'lishi mumkin. Skachat qilasizlar. Va bosamiz. Skachat bosamiz. Ular yerda cho'zib qolgan qo'shimcha o'tkazishingiz mumkin. Sekund bo'ladi. Don't take what is spoken. Our path ahead is still unknown. It's battling over. Let's walk through the fire. Wash out our fear, fight to the end. Shot bermoqda. Juda ham oson bo'ladi. Bu chetda bo'lishi mumkin do'stingiz, lekin yo'q. Bo'lmaydi. Ana, start ham bo'ldi. Kutamiz. Iltimos obunachilarim 60 ta obunachiga kamgina qoldi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang, iltimos obuna bo'ling. Bu bizga katta motivatsiya bo'ladi va biz video chiqarishda davom etamiz. Reaksiya tushib qolgan. Va shu yerdagi nuqtadan ko'radigan bo'lsangiz, mana hozir men cho'tlab ko'rsataman. Mana shu yerga otasiz va qizil tugmacha bo'ladi. O'sha ustiga bosasiz. Keyin ursangiz ham bu ishlayveradi. Mana ko'rib turibsiz, uzoqda turibdi odam va tepaga otdim, o'li. Ko'rasizmi? Qarang. Kuzating diqqat bilan. Chetlayotgan bo'lsangiz, chet emas. Chunki qaror shunaqa bagi bor. Buni abdumavayl qiladi, ko'ryali ko'radi buni. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Hammaga xayr, kattakon rahmat videoni ko'rganingiz uchun.